Bugungi tema juda ham qiziq bo'ladi o'rtoqlar. Kim telefonga qiziqmasa bemalol videoni o'tib o'tish mumkin. Bugungi temamiz iPhone ishlatilganlari. iPhone 12 dan 16 Pro Max gacha bo'ladi obzorimiz. Keyin Samsung, Redmi, Honor Androidlarni naqdga ishlatilgan va ishlatilmaganlarini narx-navosi bilan to'liq tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, reaksiyalar qoldiramiz. Qiziqarli bo'lishiga va'da beraman. Ketdik, Androiddan boshlaymiz. Sotuvchilar uchun lifehack zo'ri. Endi video olaman deganda savdo boshlandi. Xuddi shunga o'xshab savdo qilamiz. Hozir S22 larni olib qolib, o'zlariga 13 Pro beramiz. Ustiga bizda shunaqa xizmatlarimiz ham bor. O'zingizlarni Samsung yoki iPhone 11, 12, 13, 14 ga olib kelsanglar 15, 16, 16 Pro Max, 17 Pro, 17 Pro Max qilib beramiz. 3 oylik, 6 oylik muddat to'lovi mavjud. Video olmoqchi bo'lib ishga tushsanglar savdoga yurishib ketadi. Hozir bular bilan savdoni pishirib olgandan keyin Androidlarni bitta-bitta sizlarga chiroyli qilib obzorni qilib beraman. Mana S22 ni olib qoldik. Uni ham 13 Pro qilib beramiz. Foiz 94%. Narxini nima qilib berdik buni? 590. $590. Aytgancha sizlarga ma'lumot uchun nima kam bo'ladi? Ham 10 qo'l desa ham bo'ladi. Hammani akasidan, ukasidan yaqinroq bitta hamma narsani aytadigan anaqasi bo'ladi. Sherigi, akasi, ukasi bo'ladi. Shu bola mana shu bola ismi Elyor. Ketdik Androidlarga o'tamiz. Honorlar arzonchisi mana XHC. 1 yil kafolati bo'ladi. Tur RAM bo'ladi. Xotirasi 128 talik bo'ladi. $120 naqdga. Buni $10 o'tib beramiz. $110 ko'paytirilgan. Hozirgi kunda 12300 so'm. Kurs 1.353.000 so'm bo'ldi. Honor X HC bo'ladi. Honor X6C $160. Xuddi shunaqa $10 o'tib beramiz. Buni ham $150 bo'ladi. Bu Honorlarimizning hammasiga 12 oy kafolat bor servisda. Kimga qaysi model qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib ketasizlar. Отдельно imkon qadar javob qilamiz. Hozirgi kunda eng hadavoyi X7 Divo yaqinda chiqdi. Xotirasi bilan RAMini yozib ketasan, xo'pmi? Bu narxini $160 qilib beramiz. Bunaqa X7 yana nima model X9C ham yaxshi sotilyapti. Nimaga? Ekrani hech bo'ladi. 8256 talik, $330, $10 o'tib beramiz, $320 qilib beramiz buni ham. Endi Redmi larga o'tamiz. Eng hadavoyi hozir 15 yili arzonchi bo'ladi. Ko'pchilik farzandlariga ikkinchi apparat qilib ishlatishga shunaqa olishyapti. Keyin buni ustun tarafi batareyasi 6000 mAh bo'ladi. $130, $10 o'tib beramiz buni ham. $120 qilib beramiz. Redmi 15 lar chiqqan. Buni fishkasi 7000 mAh bo'ladi. 8256 talik. $170 qilib beramiz. Har xil ranglarda mavjud. Xullas, nima qiziq bo'lsa, Redmi'ning ham qaysi modellar qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, imkon qadar atvet qilishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda Samsung A17 chiqdi. Albatta oldin telefon uzugida, keyin boshqalarda. A17imizni hozircha qora va natural ranglari bor. 6 ga 128 talik, keyin 8 ga 256 talik. 6 ga 128 taligini $180 qilib beramiz. Hozirgi kunda zo'r sotilyapti. Ya 256 talik bor. $220 qilib beramiz buni ham. 8256. Bular qora natural ranglardan bor. Samsunglarni ham kommentariyaga yozsanglar, narx-navoni xuddi shunaqa atvet qilamiz. S25. S25 nimaga ishlatishadi? Buni asnomnom ixchamligiga qiziqishadi. Mana, misol uchun S22 ham ixchamku. Xuddi shunga o'xshab S25 ham ixcham apparat chiqqan. 12 ga 256 talik chiqqan. S24, S23 larda 12 azuga chiqmadi. Faqat ultralarda chiqdi. Bularda 25 o'zida 12 azuliga ham chiqdi. $830. Buni ham o'tib beramiz. $815 qilib beramiz. Har xil ranglardan mavjud. S25 aytib o'tdim, o'sha ixchamlik uchun og'ir apparat hisobi yurish kimlardir yoqtirmaydi, aniq qilmayman. 16 Max shunchagina solsam, qalinmi? Og'ir-ku. ishdan tushib ketadi. S24 ultralarimiz mavjud. Yangisi 12256 talik bo'ladi. $950 yozilgan. $920 qilib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha 75 xizmatlarimiz mavjud. Rangi har xil ranglardan mavjud. Keyin 2 marta aytayotdimmi? Butun O'zbekiston bo'yicha 75 bor deb. Ularni olib tashlaysan, ham imkon qadar. Ko'p qaytarilgan so'zlarni olib tashlaysan. S25 Ultra ga keldik. Bu bitta mavzu nimaga? Mana bu servisga o'tadigan. Misol uchun 12 oy ichidan nimadir bo'lsa, servisga olib borasizlar. O'shaning uchun $100 qimmat yuradi.
$160. Endi 30 kun kafolatligi bor. Buni o'zimizdan qilib beramiz. $100 arzon bo'ladi. $1060 bo'ladi bu narxi. 16 Pro, 16 Pro Max'larni xotirasi bilan ranglarini, narx-navosini opsiyaga yozib ketasan, hop. Yoki effekt bo'lib chiqarib qo'yasan. Videoni stop qilib, screenshot qilib ko'rsanglar bo'ladi. Aytgancha esimdan chiqibdi. Telefon uzug'ida Novey o'zimizning brend 12 oy kafolat servisi bor buni ham. Har xil modellarda mavjud. Senat, Perfectum, Lagushkalar bor, mana sim kartalilari. Yosh bolalar uchun bunaqasidan chiqarishibdi. Shu narsasi juda ham yoqdi. $23 yozishibdi. $20 qilib beramiz buni ham. Qaranglar, film qahramonlari, anaqa nakleykalar bor har xil. O'yiniga osvasa bo'ladi. Va ikkita sim kartali bo'ladi. Qiziqib ishlatar ekan yosh bolalar. Mana chexiz, zarrachilarni taxlab tashlaganmiz. Nimaga? Aksesuar Optimum harakatga tushganmiz. Telegram kanalimiz bor. Optimchilar aloqaga chiqsa bo'ladi. Optimchilar uchun telefoningizdagi Optim aksesuar hamma joydan arzonligiga kafolat beraman shaxsan o'zim. Keyin sifatiga ham o'zimiz ishlatib ko'rib, sotib ko'rib keyin Optimga chiqazamiz. Nomer Optimchilar uchun aloqa qoldirasan, savol javob qolamiz. Kelishib olganda bir xil futbolka kiyamiz. Bitta hamma narxni aytamiz. Nasiyaga qaysi biri qanchadan tushadi? O'rtacha narxini so'raveramiz. Qaraylik. Misol uchun 13 ming bor, 79% elala bo'ladi. Holat yaxshi holatda. Korobkasi bor, $350. To'liq artib qo'ymaysan, ahvolni qara. Xullas, artsa holat ideal bo'ladi. iPhone 13imiz bor. 99%, 128 talik, $520 beramiz. 520. Ha. Xo'p, hisoblachi? $520 misol uchun boshlang'ich to'lov $200 berishadi. 6 oyga $75 atrofida. 3 oyga bo'lsa $130-125 atrofida chiqadi misol uchun $520 apparat. Nasiya savdoga qanaqa qilib olamiz degan savolga Toshkent viloyat, Toshkent shahariga faqat hozircha hop ichiga iCloud qo'yib beramiz. Hech qanaqa hujjat kerak emas, faqat pasport oldindan to'la olib kelsanglar bo'ladi. Yoki o'zinglar 11, 12, 13 dan olib kelsanglar 14, 15, 16, 17 qilib beramiz. 12 Pro Max 256 talik 78%. Holatlari yaxshi holatda, narxi 420 atrof chiqadi. 13 Pro Max'lar bor. Regioni Ilala Amerika 128, batareyasi 88% ekan. Bular narxi $650 atrofida chiqadi. Bemalol o'sha 3 oylik, 6 oylik muddatli to'lovga qaratsangiz bo'ladi. Misol uchun yana mana 14 Pro za region ikkita sim kartali o'sha boya ko'rsatilgan 90%, narxi $690 qilib beriladi. O'sha bemalol qaratsangiz bo'ladi. Ikkita sim kartali bo'ladi bu. 15 Pro mana 256 talik 88% ja region bo'ladi. 870 yozib qo'yishibdi. Buni 830 qilib beramiz. Taxminan shunaqa narxda bor. Bitta anaqani ko'rsatmadik. 13 Pro. 13 Pro mana ko'k ranglisi bor ekan. 13 Pro Region Amerika 128 91% ekan batareyalari. 550 atrofida chiqadi mana. Buni ham bitta hisoblayveraman. Lekin 13 ga yaqinda, boyaga mana 13 hisobladiku. Misol uchun 75-80 chiqayotgan bo'lsa, bu greti 85-90 atrofida 6 oyga chiqadi. 140 lardan 3 oyga chiqadi 200 bilan. Xuddi shunaqa hozir Telegram kanalimizni silkasini qo'yib ketasan, o'tib bemalol narx-navo bilan tanishsanglar bo'ladi. Ko'proq ma'lumot Telegramda qo'yib boramiz biz. Muddatli to'lovga xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz o'sha ayniqsa ko'proq Telegram kuzatishlari yaxshi. Xuddi shunaqa to'liq ma'lumotli yerda bo'ladi. Xuddi shunaqa keyin kimga qaysi model qiziq kommentariyaga yozib ketasizlar. YouTube'ga bu formatda video olmaganmizda kamchiliklar uchun alohida uzr so'raymiz. Qanaqa kontentlar ko'rish xohlaysizlar? Uni ham kommentariyaga yozib ketasizlar. Ko'pchilikka yetib borish uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab turishinglarni iltimos qilamiz. Nimani boshingdirdi, YouTube'da. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin.